Yo guys, qalaysizlar? Top 10 ta animatsion filmlarim haqida ro'yxat qilib chiqdim. Rosti ssenariyni yig'lab yozganman. Bu multfilmlar sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Top 10 Up. Film boshidagi 5 daqiqalik story sizni yig'latadi. Keksa bir chol o'z uyini minglab sharlar bilan osmonga ko'tarib, umri davomida erisha olmagan orzusiga, ya'ni dunyoni egallab olishga emas, Paradise Fallsga ko'chish uchun yo'l oladi. Keyin esa sarguzasht, kulgu va do'stlik haqidagi go'zal hikoya boshlanadi. Up bolalar uchun multfilm ko'rinishi mumkin, lekin u aslida kattalar uchun yozilgan hayot va baxtni izlash haqidagi hikoya. Top 9 Soul. What am I doing with my life? I'm alive! I'm alive! Free yourselves! Bir pianist nega o'lim va hayot o'rtasida qolib, o'z jonini saqlab qolish uchun kurashadi va bu jarayonda u hayotning ma'nosi nima ekanini anglaydi. Film tashqaridan o'lim haqida ko'rinishi mumkin, aslida esa oddiy bir kunning qadri haqida. Jaz, New York va bir chaqaloq ruhning sarguzashti. Yig'latadigan film emas, lekin chuqur ma'noga ega. Top 8 Your Name. Shaharlik bola va tog'lik qishloq qiz har tong uyg'onganda ularning tanasi almashib qoladi va Finboyga aylanmaydi. Bu voqea g'alati, kulgili va chuqur bir bog'liqlikka olib boradi. Your Name animesi vizual jihatdan shunchalik kuchliki, har bir kadrga gung qilsa arziydi. Ko'p gapirib o'tirmayman, bu animeni ko'rmasdan o'lmanglar. Top 7 Time of Eva. Humans and androids actually talk to each other there. It's kind of ridiculous. Right? Kelajakda androidlar odamlar orasida yashaydi, lekin ularga odamdek munosabat qilish taqiqlangan. Bir kafe bundan mustasno. U yerda robotlar Didi party qilishi mumkin. Inson yoki robot farqi yo'q, hamma teng. Xullas bu anime robot ham his qila oladimi degan savolga javob beradi. Top 6 Coraline. Oh, you know, this house is 150 years old. So explore it. Bir qizcha maxfiy eshik orqali g'alati dunyoga o'tadi. U yerda Epstein oroli emas, balki hamma narsa yaxshi. Ota-onasi mehribon, hayot go'zal. Faqat hammaning ko'zi tugma. Vizual, musiqa, atmosfera hammasi sizga noqulay his beradi. Kechasi yolg'iz ko'rmang. Tim Burton uslubini yaxshi ko'rsangiz, bu film siz uchun. Top 5 Flow. Hech qanaqa dialog yo'q, lekin hammasi tushunarli. Bir mushuk tufon bosgan dunyoda omon qolish uchun har xil hayvonlar bilan kemaga chiqishga majbur bo'ladi va bu sayohat do'stlik, ishonch va birgalikda yashash haqida. Xullas, latviyalik kichik studiya bu filmni yaratgan ekan. Oskar olib Gollivudga muhtoj emasligini isbotlab qo'yibdimish. Top 4 Spider-Man. All stations, drop what you're doing and stop Spider-Man. Bozordagi standartlarni uslubiy jihatdan buzib kirgan film. Har bir sahnaga alohida gung qilasiz. Haqiqiy san'at asari. Har bir Spider-Man olami erinmasdan o'zining uslubida chizilgan. Sujet taqdirga bo'ysunish kerakmi yoki kurashish kerakmi degan savolni ko'taradi. Birinchi qismini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bu undanda gung qilishli qilib ishlangan. Top 3 Wall-E. How did you find it? We can go back home for the first time. Musor bosgan yerda yolg'iz qolgan kichkina robot sevgi, umid va inson tabiatini shunchalik sodda va samimiy tasvirlaydiki, o'zingiz bilmagan holda bir joyingizdan ko'z yoshingizni oqizasiz. Aslida bu bolalar filmi, lekin iste'molchilik, tabiat va texnologiya haqidagi jiddiy xabar yashiringan. Top 2 Happiness. Steve Katz zamonaviy hayotni, ya'ni ish, telefon va xaridlarni shunday kinoyaviy va qo'rqinchli chizganki, kulasiz, keyin birdan o'zingizni o'sha sichqonlardek his qilasiz. Hech qanday dialog yo'q, faqat musiqa va animatsiya. 4 daqiqa ichida messejni yetkaza olgan san'at asari. Top 1 Animatrix.
9 ta qisqa anime hikoya, robotlar qanday qilib insonlarni yengdi, Matrix qanday yaratildi va o'sha dunyoning turli burchaklarida nelar bo'ldi, hammasi tushuntirilgan. Har bir qism alohida studiya tomonidan chizilgan. Shuning uchun epizodlarda xilma-xillik bor. Matrix kinosini ko'rgan bo'lsangiz, teoriyani to'liq anglash uchun bu filmni ham ko'rishingiz shart. Xulosa qiladigan bo'lsak, o'zi film ko'rish bu faqatgina madaniy hordiq degani emas, balki empatiyani rivojlantirish va dunyo qarashni kengaytirish demakdir. Aytgancha, shu kabi geek infolar uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. 2k like yig'ilsa, top 10 animelar haqida video tayyorlayman. Zomerpunk siz bilan bo'ldi. Good luck, bro.